Voy, nima bo'ldingiz? Voy, meni. Voy, bir ish bo'lmaganmi? Meni to'lang. Voy. Og'irlatamdan bir ayirimiz. Voy, og'irmamdiki. Suq içib og'ramdi deydi. Voy, men qizdan so'kmagandim. Voy, meni bir joy o'tag'izmi buni? Ojo. Oy. Ojo, ko'zingiz qaylab haydamamsiz ham mashinani. Voy, kechiring, men qizdan so'kmagan. Endi qanaqa qilamiz? Ojo. Bek og'ir ketib boraman. Oy, oy. Oy. Oy, ojo. Nereden ağrıdı? Oy, mana shu og'riydamish. Ay, bana sizni doktorxonaga olib boramiz ya. Bek og'rib ketgan bo'lsa, ashtaqlayla. Ya, bo'ldi. Bunda chaqaylang. Hozir siz bunda chiqib qo'ygandan sallamaza saqib qoldi. Biza sara yerda qaylang, qali qo'yib jiq suqib kunab ketgan badan bu yaxshi tutdi. Chamish yaxshi qoldi, yaxshi. Voy, qo'rqitibdingiz deyman. Qo'rqma. Ağırmadı mı arası? Ya, saqib qoldi. Doktorxonaga bormsaqmi bo'ldi, shunami? Bo'ldi. Ha, undan so'ng mening qilgan ishim bordi, qarangsan oldiraydim. Men mang'ashtiray, ya. Nima qilamsan? Chiroyli qizaloq arab chiroyli ketim deydi ya bu. Ojo! Uy. Voy, hozirda og'irmi dedi aytqandingiz? Ya, bek og'ir ketibmi? Zaxmi yeb ketgan o'xshaydi mana shuni. Qanday qilaman de? Ya, ishchiga o'xshayib tutibman meni. Bekroq tuting. Misha og'irotanda? Qanday qilamiz endi? Bunday qilaqaylam siz ketib qolib qolsangiz, o'tirib og'ir yeb ketmayman. Bizdan turishib turing, ama yaxshilab qolganim men. Haqmi ya? Ketib ham qolsangiz chataq chiqdigandek turdi. Istaqilli. Xili bir jalliq mashina olyapsiz, o'zingiz nima chiroyli qiz bola ekansiz, bir baynan qiz o'xshaysiz, ama qimmat mashina ekan, meni so'qatmaysiz ishim bo'lmadi. Endi baynan qiz deb ketganmi, bo'lmaydi. Shu turishib turmush topgan pulimga olgan mashina bu. O'zingiz olgan mashinami shu? Ha. Ocho, siz ham chiroyli, ham tirishchan qiz bola ekansizmi? Qo'l qo'ydim ammam. Shadim shunday qiz olib akapalar. Nima xizmat qilsangiz? Bo'shan sotaman. Bo'shan? Ha. Mayli qimchilik, danishining keyinga soldiganmi ya? Voy, yo'q, u bo'shan emas. Sug'urta sotaman, sug'urta. Ha, sug'urta. Bizga yezi qishloqda qali qo'yliq olib qo'ymiz hamda. Uylab kes to'lam berdi. Shu mau yejirimni to'shtirgan bir talla san qolgan tutanga. Shuni o'ylab, men sizni so'qib qo'yibdiman emasmi? Bir to'shqizgan 5-6 san qolgan bo'lsa, meni machaq qilib, mejiblam yo'qlar qilib ketib ekansiz aqchani. Yey. Voy, sizni so'qib o'tib ketgili bo'landi. Bir ash qaz qanday qilatdim? Shu. Nima bo'lsa, hech bo'lmadi danga sizga. Hech bo'lmadi. Jinim chinkan-a meni. Shu bana tanishib qoldik-da. Unda qarsam siz bu shaylik emas taqilsiz, a? Ya. Men shaylikchilarni uzun bo'lmadi. Men ham qo'tandi bir ancha-muncha bir to'paq bir kallarma taqaylan. Shuni setab jinachina. Pul qilib, shaylik bunda bir o'ynab chiqatgach bir ma'bat tutamish, bir uyli ko'chaqli qo'yib qo'ylaymi deb keldim qaylan. Degan mana o'ylimga yerdan siz so'qiyotdingiz, sizga so'qilib ketib qoldim emasmi? Tanishib qoldik. Men so'qiyotdim. U to'paq sotgan pullarimizni xajlab bo'lmagansiz, aqchan. Ya u bataqa men ma'bat tutib, bunda bir uyli ko'chaq qo'ygan xashlaymiz, ap qo'ydik. Shu bo'shan degan narsa situag'am yaxshi jumo bir hisobda. İşte so'qilib ketgan vaqtlar bo'shan asqatib emasmi? Bo'shanmi? Rost. Meni siz sug'urta olmadingiz-ku deyman, a? Yo'q, sug'urta deb nima qilamiz? Bizning mayli bir chiroyli qiz bolamiz bundan mashina haydab yurgan, shu qo'y kala so'qiyotmizdan boshqa vaqtda bexatar yurimiz biz. Voy, o'slarni o sahroda so'qmagan bilan, vashaysiz. Mingdan bir satan qizlarning mashinasiga so'qilib ketgan ish chiqdi emasmi? Ya, o'g'ri shada chiroyli qiz bola mashina ras chiqaydi ekan. Shu ashdan mashinalar so'qilib ketsangiz, bizning mas sug'urtachi qarang. Shu sizning davolanish pullaringiz ko'tayganisiz, yana sizga to'lab berdi deyman. Rost. Shada chiroyli qizlar yomon chiqaydi ekan mashina. O'lib ketib qolsangiz-ku, nurg'un pullarga erisiz endi. Og'zingizni eshitmayapman, o'lib ketib qolsam kim xashlaydi bu pulni? Voy, endi sizga talaylik odamda qilasiz. Navoda, Navoda o'lib ketib qolsangiz, endi xotin bolalarimiz nurg'un pul qoldi emasmi? Hay, tilingizni torting. Men bir shayga ma'bat tutib, o'yli ko'chaq qilaman deb, unda da'vatimni sizga men taq boytaq. Voy,
Ha. Rost abaytın şəhərli qız oldu bilen birəsilə toy qılsam bulatı davatqandınız Sət olatdı. Şəhərimizdə sizdə çiraylı qızlar xeyli jıxkanmamız. Muş bana tanışıp qaldık, çıxışıp qalamdıq, ha? Voy, yaxşı tanışıp qaldıq Ha, bana. yaxşı tanışıp Voy, qaldıq. siz məni xoş qılıb boşanı setiyorlar ha? Vay Abdullah, o boşanma yaman kerk olmasa şundan mı Voy, ya? ma ağırlıqlarınız saqayıp qaldı mı ya? Bize boşanı setiyorsunuz. Bunundaki maşınlar sokulub qalsınız. Xatircəm yürüsüz emas mı? Bundan sonra yıllık ne çıkıl şuna? Voy, qimmat emas. Aralı 100 koy. 100 koyma. Bundan sonra ben bir yüzünüzü bir yıllık boşanı setip alıp koyacağım sizden. Yey. Voy, endi 1 yıllık dep жүрmey, 10 yıllıkni bir aqlı setip almamsız deyme. Neymiş bu? 10 yıllık setipsiz, 10 yıl xatirjam yaşamamsız. Şundam ya? Ya oğlum şu anda. Mana qilayli. Ündüdar numaramni qo'shiylar ha, shunda yaxshi tanishib qoldik. Buningdiki men ündüdar olgan ekan aloqa qilishib turibmiz deyman. Ashtami? Akila men sizga kirgizib beray ündüdar numaramni. He mana. Mana shu mening ündüdar numaram. Şunu deyman, to'shanlarning chiroyliligini. O'zingizdagi chiroyli ha? Undaq bo'lsa, qarang. Men to'xtamni olay ha. Vay yak bo'ldi, bu kichik ishligim to'xtam tuzib yurmaydi. Saqayib bitma, az qilmayman, azim yo'q, davoyim yo'q. Voy yo'q. Men bo'shandan to'xtamin deyman. To'xtab turing ha, hozir olay. Bir chiroyli qiz olib tanishib qolgan, muhabbat ko'p qilaman men. Mana. Bununchi qarang. Tuting ha? Mishaga imzo qo'ying ha mana, mishaga. Ay, men misha qo'ying ha mana. Men ismingiz yozsangiz ham bo'ldi. Bo'ldi mana. Mavarqi sizda qoladi. Menda qoldi. Haylan, endi men boshanga bir to'xtam tuzib emasmi? Musha men hozir o'qiyolmayman qaylarmish xatini. Menga bir o'qib tushuntirib qo'ymaysiz tafsili? Telefoningizni izlash tarjimoni bormi? Bo'lmamdi ekan. Shayga turishdan burilib qachlab qolganman. Bor bo'lsa, ash izlash tarjimonida chassida bir parcha rasm topsangiz, hammasini tarjim qilib berdi deyman. To'g'ri? Mana Mana emasmi? Qolgan tushunmagan yeringizni qarang. Kechda ayrib tomoq yegash men sizga tushuntirib qo'yay. Shundami? Men Ündüdarga qachilishib oldi. Kechdan men ko'rishib qo'g'olan yepganman-da. Qo'g'o yemda? Ma'qul. Ma'qul. Ündüdarga qachilishib oldi. Unda sa bo'shanning pulni Ündüdarga ham etratmamsiz? Etdi, necha bo'ldi? 1400 so'm bo'ldi. Bayan taqib yillik 100 qo'ydigan qiz ya uni. Yey, men sizga e'tibor qilib 1400 so'm bo'ldi emasmi? Boshqa odam olgansiz e'tibor qilmayapman. Ming. Ana, qaylan ketdi. Mana. Unda-chi qarang, meni ayol bir bijirgan ikki tal ishim bor, qarang. Shaqqada bichirayotganman-da, siz meni birdan cho'gilab tursangiz, anan keyin Ündüdarda aloqa qilishib, kechda bir qo'g'o yeyildim. Qo'g'o yeydi, ma'qul. Kech ketmang nima? Voy, men taqib turqim bir qarab beqa, qichib turgan odamda ko'rmatamdim. Chatayoq sizda chatayoq. Buldam sizdan mang'ashtiray ya. Saqlaydim. Ma'qullansa, qo'sh. Tatat turg'ini qaylar. Shadim bunda qiz olmakmi? Adresni avatitasiz nima bek saqiltiratmay. Buldum, men sizga Ündüdarda adresini evatib beray. Shayga berib o'ltirib tursangiz, yo'ldishim ishdan tushgan chog'da uchimiz birlikda qo'g'o yeyilajmi hamsa? Ma'qul. Ma'qulamiz xo'sh. Ma'qul, avaylabman. Shadim bunda qiz oldim baka ya. Mehmon qilib deydi. Muhabbat qilib qoldim nima mushturqimda? Qo'g'o yeymiz. Kechda adresini avatib berma. 20 bilan bormiz, uchimiz bilan tomoq yeymiz. Biz 20 bilan barman deydi ya, voy. Cho'kan uçurapti menda men. Voy, sarali tompa. Yana qo'yalding degina. 1100 qaytaqa. Hey, ahmasata. Uy, ay.